Dostlar, tuğanlar, kompasti tuğanlar, selam sizge VDNХ'dan. Qorağız, kimni men uchratdim. Selam cemaat dostlar. Selam Marcel, bu it bizning Ayşinning yaqin do'sti. Bilasizmi, Marcel menga pretenziya bilan kelgan ekan. Aytaylik, nima pretenziya? Bular anlamayman men seni. Mening familiyamni turlicha yozasiz. Tom Mustayev. Men bitta pasport bo'yicha Mustayev Marcel. Ajin Mustayev deb yozib qo'yasan. Ya, men Marcelga anlatırga tirisham, aytam pasport ko'rsatkich tugul. Mana bor Rustam Minnixanov. Biting shu Minnixanov de, onun pasportunda Minnixanov, lekin Minnixanov deyim. Mana bor Farid Muhammadshin, onun familiya pasportunda Muhammadshin, lekin totarcha Muhammadshin deb söylashamiz biz. Pasport qasin sultonmi? Anisi, Minnixanov turunda bilan men o'zimning familiyamni aytam. Birinchi topqir eshitam. Hatta yo'q, nida boshqirtlar da shulay deylar. Mostay Karim. Bizda bit endi bor shogir Mustay Karim degan. Mostay Karim deb yozib qo'yalar. No, ayırma yok. Tatarni, boshqirtni bizim bitinde baribir so'z aytilishi bir turli. Biz bitmene tatarlar Mustay deb söylashamiz. Biz Mustay deb söylashamiz. Boshqa boshqirtlar shekilli. Mana jamaat, aytingiz ali, nechik durustroq fikr qoldiringiz ali bu post bo'yicha. Ruslar, tezroq biz bunda hozir endi mana VDNХ'ning tub qopqalari tubida endi 1 soat bo'yi bahslashamiz. Men anga o'zimnikini aytam, u o'zinikini ayta. Bizning bunda haqliq yo'q. Shunga ko'ra, aytasiz so'nggi so'zni siz aytingiz ali do'stlar. Qarag'iz, yo'qsa shu ikki harf orqasida bizning do'stlik jimirlashib. Uma kutamiz, yami? Marcel ko'p muvaffaq bo'lasiz. Bir tavlikda, yami? Anasining natijasini sizga aytamiz.